Voya brendi premium segmentga qarab olg'a qadam tashlamoqda va o'zining Passion L modelini taqdim qildi. 5 metrlik sedan parallel gibrid tizimda harakatlanadi. Kapotning ostida 1,5 litr turbina dvigatel g'ildiraklarni ham aylantiradi. 60 kWh hajmdagi batareya umumiy hisobda 1300 km masofani bosib o'tadi. Oldida ham, orqasida ham elektr dvigatellar bor. Umumiy hisobda 517 ta ot kuchiga ega. Avtomobilning diskalari alohida dunyo 20-o'lchamdagi diskalar Continental shinalar bilan jihozlangan. Maybach'larga o'xshagan rangda ishlab chiqarilgan. Saloni bo'lsa sizlarni hayron qoldiradi. Aytgancha 4 eshikda ham davodchiklari bor. Saloni minimalizm uslubida ishlangan. O'rindiqlarda atamankalar bor, isitish, sovutish, massaj eslab qolish tizimlari ham bor. Ruli, uskunalar paneli va albatta head-up display ham mavjud. Markazda bahaybat display. Ishlashi anchagina tetik. Voya uchun bu yaxshi ko'rsatkich. Wow maso, lekin tetik ishlayapti. Konsolda xolodilnik ham bor, suvlarni solib muzlatib qo'ysanglar bo'ladi va albatta avtomobilimizning o'zini parfyumlari bor, komplektida chiqadi. Orqa salon juda ham keng, 3 ta odam bemalol harakatlanib ketadi. Undan tashqari bu yerda boshqaruv displeyi ham o'rnatilgan. Ko'ryapsizlarmi? O'rindiqlarni isitish, sovutish tizimlari, havoni nazorat qilish tizimlarini ham boshqarsanglar bo'ladi. Aytgancha, isitish, sovutish va massaj orqa o'rindiqlarda ham bor. Tepada esa ikkiga bo'lingan panorama tom shtorkalargacha mavjud ekan. Lyuk ochilmaydi faqatgina. O'rtoqlar, agarda bu mashina kimga kerak bo'lsa, bemalol Imperium Cars avtosaloniga murojaat qilinglar. Men bu videoni izohida hamma komplektatsiyalarning narxi, rastamoshkaga qancha ketishi va necha kunda yetib borishini sizlarga yozib qoldiraman.